Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun biz Bahoddin Naqshband ziyoratgohida jamlanib turibmiz. Bugun biz Bahoddin Naqshband ziyoratgohini az avvaldan ziyoratni boshlanish odobi Bahoddin Naqshband majmuasini g'arbiy tomonda joylashgan Toqimiyona darvozasidan boshlanadi. Toqimiyona darvozasi 16-asrda barpo qilingan bo'lib, undan so'ng esa ikkinchi darvozai Dilovariga to'g'ri kelinadi. Darvozai Dilovar orqali, dahmalar orqali to'g'ri 3-darvoza bo'lmish darvozai Bobu Salomga kirib, undan so'ng Shoh Bahoddin Naqshband hazratlarini qabrlariga, maqbaralariga duch kelib, u yerda salom berib, ziyorat odobi shundan boshlanadi. Qadimdan shu 3 darvoza orqali yuradigan yo'lak orqali ziyorat odobi qilinib borilgan. Ammo sobiq sho'rg'alar davrida bu yerlar vayronagarchilikka aylangan va mustaqilligimizni sharofati bilan muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari ila bu tarixiy yo'lak, bu tarixiy darvozalar qayta tiklandi va hozirgi kunda ham ziyoratchilarimiz ayni ziyoratni xuddi az avvalgidek, qadimgidek aynan shu yo'lak orqali, shu darvozalar orqali boshlab kelmoqdalar. Biz hozirda darvozai Dilovarda yonida turibmiz. Bu darvoza ayni ziyoratni boshlanadigan, ya'ni qabristonni boshlanish darvozasi hisoblanadi. Bu darvozaning peshtoq qismida payg'ambarimiz alayhisalomning quyidagi hadislari marhamat qilingan. Qolan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam: "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul maut." Payg'ambar alayhisalom shunday marhamat qilgan ekanlar. Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytargan edim. Ogoh bo'linglar. Qabrlarni ziyorat qilaveringlar. Chunki qabrlarni ziyorat qilishingiz sizlarga o'limni eslatur, deydilar. Yo'lak 14-asrda barpo qilingan bo'lib, Rarraviy darvoza deya nomlanadi. Bu yo'lakda Dahmai Shohon deb aytiladi. Chunki bu yerni ham o'ng tomonda, ham chap tomonlarida podshohlarning, ya'ni Temuriy zodalar, Ashtarxoniylar, Shayboniy zodalar va hatto Buxoro xon amirligining so'nggi vakillaridan bo'lmish Mag'itiylarga ham tegishli bo'lgan shohlar dahmalari joylashgan. Ayni damda biz Bobu Salom darvozasining yonidamiz. Ushbu Bobu Salom darvozasining yoqo peshtoq qismida quyidagi hadis yozilgan. Va qolan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam: "Xoyrun nasi man tala umruhu va hasuna amaluhu, sharrun nasi man tala umruhu va sa'a amaluhu." Hadis shundayki, payg'ambar alayhisalom aytadilar: insonlarning yaxshisi umri uzoq va amallari go'zal bo'lganlardir va insonlarning yomoni umri uzoq, amali yomon bo'lganlardir, deydilar.